Assalamualaikum, qandaylarınız yaxshimi? Bugun men o'choqninki ko'zining ig'izini tozalashni deb bermoqchi. Buningga ikki xil narsa ketadi. Birinchidan karbonat, men degandim, har vaqt karbonat ishlatamiz deb. Buningga tayshi to'kdik. Bunun ustiga biz kolonya, mana. Buni bilasizlar, qachon turklar tomoqdan keyin qo'lni dezinfeksiyalashni ishlatadi. Buni ustiga to'kamiz. Hammasini ustiga tekshir to'kamiz. Taxtimizni bir diqqat qilib ayiramiz. Keyin ishlatmaymiz, cho'qim oldin ishlatamiz taxtini. Endi buning ustini chaqmoq yordamida o't nima qilamiz? Ko'ydiramiz. O't yoqib ko'ydiramiz. Izi to'xtaydi bu. Endi o'timiz kuyib bo'ldi. Buni biz azaq so'g'an desangiz bo'ldi, esloq bo'ldi, asalab bo'ldi. Anandan keyin qog'oz yordamida yoki bo'lmasa lingini yillab esanam bo'ldi. O'sha holatda e'tiborsanlar. Karbonat su tutib etayman. Mana su tutib etdim. Hech qanday bir sutni ichdim. Mana bu holatda paqirdi. E'tirof bilan qo'ysanlar, mushari sinab taqinglar.